Kelericha. Baqa o'ting, baqa. Hop, aql o'g'irling yana. Tekshirib olay. Mana bir tomon cho'kibdi. Hop. Qiyshaysh bor chapga. Og'riydi. Hop, baqa egilganda yo'q. Hop, mana. Orqaga egilgandachi? Ya sağ uncha emas. Og'riq qachon kuchayadi dedingiz? Og'riqmi? Sangiz. Ya. Shunda. Shunda. Oyoq uchida yuraychi. Mana shuni yechib olib qo'yaveray. Yuri. Tushayaptimi? Yo. Qanga qarab tomonga. Sal. Yengillashadimi shunda? Yo, sal anaqa. Nima deydi? Sal yaxshi bo'lib qolganim hozir. Ha, bu holat yaxshi bo'lib qolganingiz. Chiqaychi baqa yotaychi. Juda men yechibman. Bunga muolajalar. Muolaja minavazim bilan fanigan fast gelmi nima shunaqa Sutdingiz. sutadi xolos. Hech Boshqa ishtima qilinmadi. Ukor qilindi, xollas nimadir ukor qildi vezib. Vezib ha, ta'sir qilmadi. Yoting aqa, bosh aqa. Osmonga qarab yotib olaychi. Osmonda yo'qmi? Yo'q, osmon oldin mana tuzam og'rib keldi. Oqsoqlar yurganda ham yurdim. Sal pastroq qilsin. Ekan. Manga suyanavering, qo'limga suyan. Bir amallab yotib oldingiz. Yotib oldim. Hop, mana. Ko'targanda og'riq. Yo'q. Hop, mana. Ko'targanda og'riq. Sal. Hop, mana. Aylantirganimda. Ozgina. Mana bundachi? Yo'q. Hop. Mana bundachi? Bor. Ashirajda. Mana bundachi? Yo'q. Tushunarli. Shu oyoq sal aqa-baqa bo'lgan. Hop. Oyog'im mana tortganimda siz o'zingizga tortib turasiz. Torting. Mana shu yerda kuchsizroq bor, kuchsizlik bor mana bu yerda. Hop. Akajon, hozir shunaqa holatdasizki, L4, L5, L5 S1 nuqta deydi. O'sha nuqtalaringiz tog'aylari sal siljib qolgan, ya'ni ezilish hisobiga sal chiqib qolgan nerv kanaliga. Buni stenoz holati ham qo'shilib qolgan sizga hozir. Grija stenoz holat bor umurtqangizda. Stenoz holatda shunaqa belgilar kuzatiladi. Ya'ni oldingi engishganingizda sal yengillashganga o'xshaydi. Qaddingizni tiklayotganingizda og'riqlar bo'lishi mumkin. Og'riydi, ha. Ana shu holatlarda stenoz bo'ladi. Ya'ni ikkita mana umurtqa kanalida mana suyak faqat o'sha tayanch vazifasini va orqasida orqa suyak o'sig'i deydi mana. O'siq orqa tomonda ham suyak bo'ladi umurtqaning. Endi uni ikkitasini o'rtasida umurtqa nerv kanali bor. Nerv kanali torayib qolyapti. Ya'ni shish hisobiga torayib qolyapti. Bu torayib qolishi ko'proq qizib turib ko'p zax joyda qolib ketishdan bo'lib qolishi mumkin. Yoki doimiy ko'p o'tirishdan bo'lishi mumkin. Nagruzka og'ir yuklamalar hisobiga ham paydo bo'lishi mumkin bu narsalar. Bu holat nimadan keyin boshlandi? Bu men Perevalda magazinda ishlayman. Hopijon ishlaymiz, bo'ldi, to'g'rimi? Ha, Hopijon aka, Shu yerda magazinda ishlayman. Hech qanaqa ortiqcha og'ir yuk ko'tarmaymiz. Lekin endi engish ko'taramiz. Bitta blodari 6 ta suv bo'lsa 1 litr 6 kilo, 8 kilo bo'ladi, 10 kilo bo'ladi. Shuni ko'taramiz engishlikda. Undan ortiq og'ir yuk yo'q. Endi konditsioner yoqib qo'yiladi. Hozirgi kunda endi u ham 5-4 kundan buyon. Bu men o'chirib qo'yaman. Kechasi ishlayman, kechasi shart emas deyman, shart o'chirib qo'yaman. Chiroyli. Endi bu boshlanganiga bir
10-15 kun bo'ldi shu tuzam og'ridi. Ozgina mani qo'lim og'riydi. Bundoq qilsam og'riydi. Mana chekinar. Hayron bo'laman. Nimaga befoyda mani qo'lim mana og'riydi. Ha. Unda tuzam og'riganda, ha dedim. Kalsiy kamayib ketibdi deb o'yladim. dedim. Ha, shuna deb o'yladim. Kalsiy kamayib ketibdi. Keyin bu oyog'imda o'tdi. Ikkalasi soppa-sog' bo'ldi-da, bo'ldi o'tib qoldi. Mana shu uchamda. Oldin chiqaribdi, oldin davolanganda mashina bitta doktor ushlardi. Mana Qo'ymish o'zida. Qo'ymish o'zida edi. Hozir mana shu uchamda seli. 3 yil oldin keluvdingiz, 3 yil oldin, 4 yil oldin ko'rishuvdik-a? 3 yil oldin adashmasam 2022 edi. O'shandan beri hali davolanmadingiz belgi. Yo'q, umuman hech qanaqa davolanmadim. Yaxshi, endi bunday qilamiz. Hozir belingizda shish bor-da, akajon. Shishni qaytarmay turib, sizni hozir masaj, manual terapiya qilib bo'lmaydi. Shamollash yo'qotib, shish yo'qotishimiz kerak. Undan keyin boshqa narsalar ta'sir qiladi. Hozir tomiringizdan birinchi shish yo'qotadigan preparat beraman. Qolganini keyin gaplashamiz. Hop, endi ashula yotaver. Millatmaylik sizni. Hop, endi nafas oling. Chiqaring nafas, bir. Nafas oling. Chiqaring nafasni. Nafas oling. Chiqaring nafasingizni. Yaxshi, aqyonchilar. Nafas oling. Chiqaring nafasni. Zo'r. Nafas oling yana. Chiqaring nafasingizni. Yaxshi, osmonga qarab yoting. Yaxshi. Bo'shashdi. O'tiring. Yelkangizni bo'shashtiring. Yaxshi, ikkita qo'lingiz. Yaxshi, endi Do'stim, bundoq qilib xotirjam kiyinadigan bo'lguncha gap yo'q. Sog' bo'lsin. Rahmat. Topganingizni Alloh o'zi barakasini bersin. Rahmat, atingiz. Dard ko'rmasin. Hop, endi tekshirib qo'yaylikki. Surib qo'yar. Hop, o'ngga chapga egilib ko'ring. Og'riqlar yo'qmi? Yo'q. Hop, oyog'i uchida yuring. Yo'qmi og'riq? Yo'q. U yoqqa qarab tovonda yurib ko'ring-chi. Yo'qmi? Yo'q. O'tirib turing-chi. Yo'qmi? Yo'q hisobi. Yo'q hisobi. 5% yo 10% bor yo yo'q. Yo'q. Ya'ni 100% tuzaldingiz, xudo xohlasa. Alloh xohlasa. Yaxshi. Salomat bo'ling. Kasal bo'lmang bundan buyon. Sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Baraka topinglar. Rahmat. Kiyinavering. Kiyindingiz. Bu hijomida shunaqaki bu qadimiy muolaja. Xitoyda paydo bo'lgan birinchi Muso payg'ambarimizning davrlariga borib taqaladi va payg'ambarimizdan bu sunnat amal hisoblanadi. Bu hijomani qilgandan keyin odamda depressiya, vahima, jizzakilik, asabiylik yo'q bo'ladi. Surunkalik, charchoq yo'qoladi. Yoshattiradi, undan tashqari chiroyli qiladi. Yoshattirishning sababi mana misol uchun hozir siz mana deyarli 40 ga kirdingiz aka. 40 ga kirgan bo'lsangiz, ichkarida aka 40 yoshli qonlarni mana bir qismini olyapman. Sizdan endi bugundan e'tiboran yangi qonlar tug'iladi. Ya'ni jigardan, qorataloq, suyaklardan yangi 0 yoshli qonlar chiqib turgani hisobiga organizmingiz o'sha yosh insonnikidagi harakatga keladi. Shuning uchun yoshattiradi va chiroyli qiladi deb yozilyapti-da. Va tanadagi ortiqcha yog'larni eritadi. Keyin semirtirish xususiyati bor. Oziqlarni semirtiradi, semizlarni ozdiradi.
Bundan tashqari odamni duxini ko'taradi, shijoatli qilib qo'yadi, g'ayratli qilib yana ham. Keyin mana husnbuzarlarni yo'q qilish xususiyati bor. Va o'sha qon bilan bog'liq bo'lgan 70 xil dard bor. Shularni ham tuzatib olasiz. Qon bilan bog'liq bo'lgan. Mana misol uchun ba'zi bir davleniyalar mana ukor dorilar bilan tushmaydi, lekin mana shu hijomani qilsa yaxshi bo'lib qoladi. Shu qon bilan bog'liq kasallik hisoblanadi. Va undan tashqari ichki kasalliklarning ba'zi bir turlari bor. Shularning ichida 70 xili bor. Shular tuzaladi shunda. Ham savobga ham ega bo'lasiz. Ayniqsa kunni har oyi 17, 19, 21 chislalarida qilinishi boshqa kunlarga nisbatan afzalroq kun hisoblanadi. Va o'sha nimagaki mana tanamizdagi zararli chiqib ketishi zarur bo'lgan qonlar terini ostiga yig'ilgan bo'ladi. Shuning uchun shu kunlarni tanlangan. Hakras biz bilan siz o'sha kunlarda turibmiz hozir. 17-chislada, 17-may deyarli. Har tomonlama vaqt to'g'ri keldi sizga hozir. Shifo bo'lsin. Shifo bo'ladi inshaalloh. Umringizdan baraka toping. Tangangiz sog' bo'lsin. Rahmat. Elingiz kelsin. Shifo topib ketganman 3 yil oldin. Yana keldim, Xudoga shukr. Yaxshi, zo'r. Hafsada yuradigan holatda kelgandim. O'zingiz vali bo'laversangiz ham bo'ladi. Ilohim, yaxshi bo'ling. Tangangiz sog' bo'lsin. Ming rahmat. Rahmat, rahmat. Ikkilarga chiqaraver ekanlar, o'zi ham. Chiqaraman bularni. Stiker qo'yib chiqaraman endi bularni. Chiqarib, o'zim ham tekshirib chiqarib. O'zingizga? TikTok bor, bo'lmadi montaj qilib chiqarib. Chiqaravering. Bo'pti.